Odamzod shu darajada ochopat bo'lib ketdiki, yer yuzidagi 98% hayvonni moshkichiri qilib yeb yubordi. Ular endi go'sht yeyish uchun odamxo'rlarga aylanishdi. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshlanishida oldin like bosib, obuna tugmasini ham bitta urib mazasini qochirib qo'ying, chunki bu qo'lingizdan keladi, ishonaman. Bosing obunani. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, kommentariyadagi havolaga o'ting. 14 yil avval butun dunyoni qo'ziqorin epidemiyasi qamrab olib, hayvonlarning deyarli 98% yo'q bo'lib ketdi. Oziq-ovqatlari yo'qolganligi tufayli ocharchilik boshlanib, odamxo'rlikka olib keladigan fuqarolar urushi boshlandi. Sobiq harbiy ayol Gulchiroy eri Galin va farzandlari bilan olisdagi fermada yashaydi. Bir kuni qurollangan guruh ularning dalasida layli badaxshon qilayotganda Gulchiroy ularni payqab qoldi. Qurollangan guruh ferma zo'r ekan, bu yerni egallaymiz deb uy tomonga ketayotganda harbiylar oilasi bunday vaziyatlarga tayyor ekan va ularni birin-ketin o'ldiradi. Gulchiroyning o'g'li va qizlari snayperdan otishadi. Oxirgisi qochayotganda esa Gulchiroyning o'g'li Shohruh tomonidan o'ldirildi va bola uning maskasini yechganda oydekkina bir qiz ekan. Qizning tirikligini ko'rgan Bag'ritosh Gulchiroy esa o'g'liga uni dabit qilishni buyuradi. Kechqurun oila hushtak chalishni mashq qilmoqda, kitob o'qish haqida ham hisobot beradi. Guli o'g'liga qo'shnisi Ayastaga oziq-ovqat olib borishni topshiradi va begonalardan ehtiyot bo'lishni buyuradi. Kunlar esa har doim bir xil o'tadi: mashq qilish, elektr to'siqlarni tekshirish, o'rmondan o'simlik terish va zerikkanda sovun ko'pirtirish. Bir kuni Guli Agastadan kannibal to'dalari fermalarga hujum qilgani haqida eshitadi. U yordam so'raydi, ammo qoravoy Gulchiroy oilasining xavfsizligini o'ylab rad etdi. Ertasi kuni Galin ziravorlar va qurollarga to'la omborni topdi va oilasidan borib suyunch olmoqda. Bu paytda Shohruh boya aytganimdek zerikkani uchun daryoda kirsovun teshayotganda notanish qizni cho'milayotganini ko'rib, unga qiziqib qoladi. Buni ko'rib qiziqmaslikda ham iloji yo'q edi o'zi. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan like'ingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Shohruh shu motivatsiya bilan uyga qaytib, boshqa odamlarga ham yordam berish kerak deb o'ylaydi, lekin kattalar bunga bir ovozdan qarshi chiqishadi. Ertasi kuni tongda u yashirincha elektr to'siqni o'chirib daryo bo'yiga ketdi va o'sha qizni eslab rasmini chizmoqda. Bir necha kundan so'ng Shohruh, otasi va singlisi Denis omborga borib, u yerda osilgan jasadlarni topishdi. Shu payt qurollangan odamlar paydo bo'lib, o'zlarini harbiylar deb tanishtirmoqda, go'yoki Fleminglar oilasini himoya qilayotgan emish. Mish-mish. Galin o'q uzadi, chunki u allaqachon Fleminglar oilasi o'ldirilganini bilardi. Shohruh ketishdan oldin jasadlarni tekshirishni taklif qiladi. Denis o'liklardan birining sumkasini ochayotganda, o'lik deb o'ylagan keksaroq ayol to'satdan o'rnidan turib unga o'q uzadi va o'zi qochib ketadi. Galin yaralangan Denisni fermaga olib keladi. Gulchiroy unga yordam ko'rsatib, Ayastaga ham xabar berishga urinmoqda, ammo u bilan aloqa yo'q. O'sha tun Shohruh o'rmondan g'alati tovushlarni eshitadi va to'siqqa yuguradi. U daryoda ko'rgan qizni ko'rdi va qiz undan yordam so'ramoqda. Ertasi kuni ota-ona bolalariga panyatka bermoqda. Hech kimga ishonmalaring, hatto kutlaringga ham o'siraman deb chichib qo'yishi mumkin deb. Shohruh esa ombordagi bog'langan qiz Donnaning yoniga kiradi. Unga suv berib yarasini tikmoqchi. Donna esa uni ozod qilishini so'raydi, lekin Shohruh rad etdi. Chunki u bilan qilmoqchi bo'lgan rejasi bor edi. Qanday rejaligini esa bo'ydoqlar tushundi. Shu payt kayfni beliga tepib, Guli radio orqali o'g'lini chaqirib uyga qaytishini buyuradi. Kechki ovqatda Gulchiroy oilasiga jiddiy qaraydi. O'sha binodagi jasadlar biz tanigan odamlarniki edi. Demak, biz hali ham xavf ostidamiz. Hech kim postda yo'q edi. Biz allaqachon halokatga yaqinmiz deydi. Kechqurun Shohruhniki miyasiga tepib o'rgani uchun Donnaning yoniga qaytib keladi, rejasini amalga oshirish uchun. Qiz o'zini Agastaning jiyani deb tanishtiradi va radiostansiyadan foydalanish uchun ruxsat so'raydi, go'yoki yordam so'ramoqchi. Ular suhbatlashishadi. Qiz hatto uni daryoda ham kuzatganini tan oldi va u ham yigitning figurasiga qarab barmoq qaychi uslubini qo'llagan ekan.
Ertasi kuni Gulchiroy o'g'lining yotoqda yo'qligini ko'rib, uni ombordan topdi. Donna esa dumbasini likillatib raqsga tushayotgandi. Gulchiroy g'azab bilan qizning sochidan tortib, ombordan olib chiqadi. So'roq vaqtida Donna o'zini tibbiy yordamchi deb tanishtirib va Agastoni Freemanlar fermasiga yordam so'rab yuborganini aytdi. Guli Agasta bilan ilk uchrashgan vaqtini eslaydi. Ular birgalikda fermani topgan, ammo barcha aholisining o'ldirilganini ko'rgan. Faqatgina Freemanlar oilasidan kichik Shohruh tirik qolgan ekan va ayol uni asrab olgan. Shohruh onasining gapiga ishonmasdan Donnani olib qochdi. Gulchiroy esa ayrim qaynonalarga o'xshab o'g'limni senga berib qo'ymayman deb ularni ta'qib qilmoqda. Galin esa kamerada nosozlikni sezib tekshirgani chiqqanda elektr toki uzilgan ekan, to'siq esa teshilgan. Bu orada Gulchiroy Agastaning uyiga kiradi. U yerda hech kim yo'q, faqatgina devorlarda qon izlari bor. Donna esa Shohruhga hammasini tan oladi. Ma'lum bo'lishicha, u kanniballar tomonidan yuborilgan oilani tuzoqqa tushirmoqchi. Shu payt orqadan kimdir Shohruhga yaqinlashmoqda. Gulchiroy esa bu paytda vayron bo'lgan uylarda yurib hujumga uchraydi. Uni bo'g'ayotgan dahshatli odam esa aslida hayvon bosh niqobini taqib olgan kannibal edi. Shu payt uning sheriklari yashirincha ularning uyiga kirishadi. Uyda esa Aren va Cookie kuzatuv kamerasining o'chganini ko'rib xavfni tushundi. Ren dushmanlarining yaqinlashayotganini ko'radi va singlisiga joyidan qimirlamaslikni buyurib, o'zi esa deraza yoniga o'qotor bilan joylashdi. Shu payt Galining qo'llarini yerga mixlab tashlashadi, ammo bir qo'lini ozod qilib, mixni qurol sifatida ishlatib, hujumchilarning jonini oladi. Ayni paytda Gulchiroy podvalda uyg'onadi. U bog'langan, yonida esa yarador Agasta o'tiribdi. Shu payt fermada Reyn dushmanlariga qarata o'q otmoqda, ammo u ham kuchli o'qqa tutilib devor ortiga yashirindi. Galin unga radio orqali orqaga chekinishni buyuradi. Podvalda Guli Agastaga o'sha o'zini jiyani deb tanishtirgan qiz haqida gapirmoqda. Agasta esa bu rostligini aytdi. Uni kanniballar Freemanlar oilasini topish uchun majburlagan edi. Ayol bolalarni yashiringanini aytadi va Gulidan ularni qutqarishini so'raydi. Shu payt kanniballarning boshlig'i kirib ayolga o'zlariga qo'shilishni taklif qilmoqda. Gulchiroy esa mushuk ayol ekan, uning yuziga tupuradi. U esa jahldan Agastani o'ldirishni buyuradi. Bu orada Shohruh, Donna va 3 ta bola yashirin joyda biqinib o'tiribdi. Donna pushaymonlik bilan agar men ularni bu yerga olib kelmaganimda bolalar o'lgan bo'lardi deydi. Shohruh esa ularga shu joyda qolishni buyurib, o'zi esa Agastani izlab ketdi. Fermada Galin va qizlar podvalda yashirinib olgan, Denis esa shkafga kirib olgan. Oilaning erkagi Gulchiroy esa kanniballardan birini o'ldirib, qurolni qo'liga oldi va ularning liderini ham otib tashlaydi. Galin yashirin yo'ldan podvalga kiradi va qizlariga pastda qolishni buyurib, o'zi esa Denisni topmoqchi. Shu payt Guli chiqish yo'lida Shohruh bilan to'qnashib qoldi. O'g'li onasining qilgan ishlarini tushunib va unga rahmat aytmoqda. Espas bola. Uyda Reyn chiroqlarni o'chirib, temir panjaralarni yopib, otasiga qorong'ulikdan foydalanib hujum qilish imkonini yaratdi. Galin dushmanlarni otib tashlaydi, ammo o'zi ham og'ir yaralandi. Shohruh va Gulchiroy esa bolalari bilan qaytishadi, ammo yo'lda ular ham o'qqa tutildi. Guli o'g'liga bolalarni podvalga olib borishni buyuradi. O'zi esa mardlarcha jangga kirishdi. Uy ichiga Reyn 2 ta kannibalni kiritadi. Ular podvalni tintib, qurol va ziravorlar bilan to'la xonani topib, o'zlarida yo'q xursand. Shu payt Galin ularga hujum qilib, bittasini o'ldirdi. Denis esa ikkinchisiga zarba berib va Reyn uni yakunlaydi. Tashqarida yarador Gulchiroy bir nechta dushmanni o'ldiradi, ammo o'zi o'qqa tutilib orqaga chekindi. Shohruh onasini izlab chiqadi, ammo u 3 ta kannibal tomonidan o'rab olingan edi. Gulchiroy aslida erkak bo'lib tug'ilishi kerak edi, faqat 20 santimetrlik go'sht yetmay qolgan va 2 ta kannibalni yo'q qiladi. Ammo 3-inchisi unga halokatli zarba berdi. Shoh yetib kelib dushmanni o'ldiradi va onasini bag'riga olib, ayol uning qo'lida jon beradi. Bir necha kundan so'ng hayot asta-sekin iziga tushgan. Oila va Agastaning qutqarilgan bolalari birgalikda ovqat tayyorlashmoqda. Shu payt ayol kishini 40 ta joni bor desa ishonmasdim. Yarador, ammo tirik Gulchiroy paydo bo'ladi. Oila bir dasturxon atrofida jam bo'ldi va hammasi baxtiyor. Baxtiyor ismlilar bo'lsa kommentariyada plus qoldiring. Gohida o'ylab qolamanda kelajak avlodga bizdan nima qolarkan deb. Bittasi chiqadi 30 tonna go'shtni moshkichiri qilyapmiz, yana bittasi chiqadi 50 tonnasini osh qilyapmiz deb.
Abdulboriy deganni gapirmasa ham bo'ladi. Fil bersa filni ham yeb qo'yadi shu odam. Sal bir nafs tiyaylik, birodarlar. Bo'pti, videoni to'xtataman men ham. 4 kilo osh yeyishim kerak edi. Paka. Ha, videoga like bosib, obuna tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang.